28-aprel Butunjahon mehnatni muhofaza qilish kuni munosabati bilan mamlakatimizda 27-aprel 1-may kunlari mehnatni muhofaza qilish haftaligi o'tkazilmoqda. Mazkur haftalik doirasida poytaxtimizda sog'lom psixologik ijtimoiy ish muhitini ta'minlash mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Kasaba uyushmalari federatsiyasi hamda ish beruvchilar konfederatsiyasi hamkorligida tashkil etildi. Unda davlat organlari, parlament vakillari, xalqaro tashkilotlar, xorijiy ekspertlar, yirik korxonalar, ilmiy muassasalar hamda fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ishtirok etdi. Tadbirda mehnat bozorining eng muhim masalalarini qamrab olgan psixologik ijtimoiy xavflarning global tendensiyalari, milliy siyosat va institutsional mexanizmlar, mehnat sohasida zo'ravonlik va tazyiqning oldini olish, ilg'or amaliyotlar va samarali yechimlar yo'nalishlarida muhokamalar olib borildi. Bundan bir necha yil oldin mehnatni muhofaza qilish deganda biz texnik muhofazani tushungan bo'lsak, ya'ni ishchilarning, xodimlarning ish joyidagi qandaydir risklarni oldini olish tushunilgan bo'lsa, bugun zamon rivojlanishi, internet rivojlanishi, umuman ish hajmining ko'payishi bilan bu xavfsiz mehnat muhiti deganda nafaqat texnik xavfsizlik, balki ijtimoiy, psixologik xavfsizlik ham nazarda tutilyapti. Yuqorida bir kichik film taqdimot qilindi, ijtimoiy rolik sifatida. Bundan ham ko'rishimiz mumkinki, bugun sog'lom psixologik ijtimoiy muhit har bir tashkilotda, har bir ishxonada xodimlarning shaxsiy hayot va ish o'rtasidagi balansni saqlab qolishida muhim faktor hisoblanadi. Konferensiya doirasida mehnatni muhofaza qilish sohasida yuqori natijalarga erishgan mutaxassislar va tashkilotlar taqdirlandi. Bu esa sohaga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, ish joylarida inson omiliga e'tiborni kuchaytirish, xodimlar salomatligi va farovonligini ustuvor yo'nalishga aylantirish hamda mehnat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Texnika taraqqiyotda o'syapti. Shunga bizning qonun hujjatlarimizni takomillashtirib borilyapti. Mana 25-24 dekabrda 4 ta hujjatimiz imzolandi. O'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan mehnat muhofaza qilish to'g'risidagi qonunimizning yangi tahriri o'sha Senatga kiritildi. Ya'ni o'sha Qonunchilik palatasida ma'qullansa, u ham masalan amalga kiritiladi. Ishlab chiqarishda shu kungacha ishlatib kelgan hujjatimiz 96-yil ishlab chiqilgan. 3tasi rus tilida bo'lgan. Mana shuni shu 3 hujjatni o'zbekchalarga tarjima qilib, ya'ni hozirgi zamon talabiga moslab ishlab chiqdik. Ana shu munosabat bilan taqdirlashdi. Mazkur tadbir turli mamlakatlar va tashkilotlar o'rtasida tajriba almashish hamda mehnat sohasida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muloqot platformasiga aylandi. Ma'lumki, Koreya Respublikasida ishchilarning huquqlari va xususan ularning ruhiy salomatligini himoya qilish masalasi so'nggi yillarda ustuvor yo'nalishlardan biriga aylangan. Ayniqsa Koreyada mehnat qilayotgan xorijlik ishchilarga alohida ahamiyat qaratilayotgani e'tiborga molik. Bugungi kunda O'zbekiston va Koreya tomoni o'rtasida yangi loyihalar ustida hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Bu loyihalar xususan mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy farovonligini oshirishga qaratilgan. Ushbu yo'nalishda ilg'or tajribalar, qonunchilik asoslari va amaliy yondashuvlar bilan tanishish orqali biz o'zaro tajriba almashamiz va kelgusidagi hamkorlik uchun muhim xulosalar chiqaramiz. Tadbir yakunida mehnatni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish, psixologik xavflarni boshqarish mexanizmlarini joriy etish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.